Salom do'stlar, bugun men sizlar bilan qaydarman. Bugungi videomizda Minecraftda mana bunaqa oddiy emas Minecraft o'ynaymiz. Mana masalan, bu yerda har xil o'tlar bor, yovuz o'tlar ham bor. O't ekib qo'ysa bo'lar ekan. Har xil yovuz o'tlar ham bor. Adashmasam, mana bu yovuz o't. Bu tishlaydi. Hozir ustaman qochib ketdi. Shunday tishlaydi. O'ldirganlardan keyin daraja tushadi. O'ta ko'p daraja beradi. Hozir birinchi o'rinda daraxt yig'ib olishimiz kerak. Bu joyimizni keyin belgilash. Biroz zaharladi. Ko'chib o'tishimiz mumkin demoqchi edim. Bunaqalardan bu tarafga ko'p shekilli. Yo'qol. Xudoga shukr. Bunaqalardan o'ta ko'p ekan shekilli bu yerda. Nima kuchliroq shekilli buni yonida qizil narsalar turibdi. Mana senga. Bundan nimadir tushdi. Bundan nimadir yasasak bo'lsa kerak. Bo'pti, hozirdan meni qonim ochishni boshladi. Birinchi o'rinda bu taxta, bularni taxtaga aylantirib olish kerak. Hammasini taxtaga aylantirib bo'lganimizdan keyin bitta kirka yasaymiz. Musiqani qaranglar. Keyin bunga sal realistik ham qo'shilgan, e'tibor bergan bo'lsanglar. Kirka yasaymiz. Qo'limda kirkani ko'rinishini qaranglar do'stlar. Kavlashda ham qimirlaydi. Adashmasam oddiy Minecraftda qimirlamardi. Buncha omadliman, yonimda yetib qoladi bizga. Shunday darajada kuchli aldinaqalar bor, bu o'yinda qurollar bor. Bitta urishda, bitta kavlashda hamma narsani yo'qib tashlay oladi. Bizga cho'pa yetmayapti ekan hozir. Cho'pa yasab olamiz. Cho'pa yasaganimizdan keyin yangi versiyalarda qo'shilgan. Mana buni ham yasab olishimiz kerak. Qilich o'rniga shuni yasab olsam bo'lardi ekan. Bo'pti. Hozir bundan bitta yasaymiz. Kirkadan yana bitta yasab olamiz. Buni bu qo'lga olib, mana bu tosh kursidan ham yasab olsak bo'lardi. Hozir biz tosh kursini yasab olamiz. Ko'proq bitta pushta ruda bor. Pushta rudadan kuchli narsalar yasasa bo'ladi. Gurziga yana cho'pim ustiga qopdi. Hozir gurzi jon olami yoki boshqa narsa qilami bilmayman. Mana bu yerda yana boshqa narsa bor. Voy, bu yerdagi qurollarning soni nechta ekan? O'roq ham bor ekan, ko'rdinglarmi? Hozir ovqat ham topish kerak. Ovqat muammo hozir bizga. Ko'pgina ovqat topib, kecha ko'proq mod qo'shilib ketgan shekilli jija qatyapti. Qatganiga e'tibor bermaysizlar. Hozir hamma narsani joy-joyiga qo'yib olamiz. Hamma narsa bor. Endi hozir gursi bor. Aytgancha men cho'p yasamoqchi edim. Cho'p yasab, men sizlarga aytgan teleport moslamasini yasaymiz. Qaranglar. Bunday qilib turib teleport bo'laylik. Adashmasam kavladim. Kavlayotgan mana. Kavlab bo'ldik. Endi bizning sayohatimiz boshlandi demoqchi edim. Boshlanishi bilan tugashiga ozgina qoldi. Hozir men bu o'roqni ishlatib bermoqchiman. Hammasidan ham ko'proq o'roq kuchliroqqa o'xshayapti. O'roqda birorta qo'yma nimadir topsak o'ldirishimiz kerak. Bu yerda hozir
Ko'rinmayapti. Qo'y yoki boshqa narsa ko'rinmayapti. Bu yerda tovuq yuribdi. U tovuqni yo'q qilishimiz kerak tezroq. Qonimiz ochib ketdi. Opa. Qochma. Xo'roz ekan. Ha, buni kuchini tushundim. Bu bitta yo'lda turib ko'p narsalarni ura oladi mana. Shunga o'xshash. 2-3 ta moblar tez birdaniga hujum qilganda bu o'ta kerakli narsa ekan. Tovuq go'shtini yeb olamiz. Endi xunu. Ana bo'ldi. Endi biz endi bu kursini sinab ko'ramiz. Bu bitli masaka. 3 ta zarbada o'ldirdik yigitni. Buni ham sinab ko'rish kerak. Bu pichoqchalar ekan. Ularni sinab ko'ramiz. Agar ular bizni ursa, qochish kerak. Jonimiz kam. Bitta zarbaga yarasa yaraymiz. Sakrab, misa bo'lar ekan. O, yaxshi, buni boshqa uchun narsa kerak shekilli egar. Ya'ni opa. Quladi. Tinchgina bu yerdan go'sht yeb qochish kerak. Yemiz go'shtni. Yaxshi to'ldirar ekan. Endi biz bu yerdan ketishimiz kerak. Bu yerdan ketishimiz kerak. Kirka bilan u yerda ko'mir ko'rdim. Qo'y ko'rdim. Mana bitta 3 ta. Bitta ekan 3 ta deb. O'tamiz ko'rdim. Misdan adashmasam bu qurollarni yassa bo'ladi. Hozir avval biz ko'mirlarni pelab olaylik. Keyin misdan agar mis ko'proq bo'lsa, hamma qurollarni yasab olib ketsa bo'ladi. Hech e'tibor bermabman. Qushlar ham bor ekan bu yerda uchib yurgan. Ko'mir. Voy dud, ko'mir bu yerda sinadan-ku. Ana kamida bir 17 ta 18 ta ko'mir kavladi. Enimiz kavlab olsak. Misdan keyin e'tibor bergan bo'lsanglar, har bitta yangi blok kavlaganimizda bizga qanaqadir pastda yozuv chiqyapti, sarg'i yozuv. Mening fikrimcha bu yangi blok kavlading degan ma'noda chiqyapti shekilli. Yana bilmadim. Hozir 2 tamiz qoldi. Bu ikkalamiz qilsak tugaydi. Endi biz misli narsalar yasashdan oldin pechga yasab olishimiz kerak. Avval o'zimizga uy yasashimiz kerak. Hozirchalik uyga men normalniy biyom topganim yo'q. Bo'pti do'stlar, video shu joyda tugatishimizga to'g'ri keladi. Bo'pti do'stlar, ko'rishguncha xayr.